Akatoy, 80 benzin bormi? Yo'q, aka tugab qolibdi. Aka, men non dushab, mashiga bizni qaytaring-da. Aka 20 litr qolgan xolos to'g'risi. Ashini mashinaga yuvada qilib yuboring. Xo'p, Bir o'yindami? bo'pti. 80 ni qimmatga sotgan odamlar, xohlagan narxini qo'ygan odamlar, gaz o'tsa benzinda yotgan odamlar, axir biz 80 ni yaxshi ko'rardik. Mashinam ichida duolar qilib yurardik, 80 ni benzin deb bilib. Sotyapsiz benzinga suvlarni quyib, axir men sizlarni yaxshi bilaman, syomka qilaman, tarqatvoraman sizlarni do'stlarim, yaxshi bilaman, ko'rib qolaman, tarqatvoraman sizlarni videoyingiz. Akalar, svet o'chdi, benzin ham tugadi. Sekin uyga tarqala olasizlar akalar. Uymasingdan turib svet o'chadi. Navbating kelganda tugab qoladi. 80 ni 92 deb sotadi. Axir men sizlarni yaxshi bilaman. Uyolmasdan majbur qo'ldan olamiz. Qo'lda ham bo'lmasa gazga boramiz. Gazlar ham yopiq-ku, nima qilamiz? Ayting, biz qanday qilib mashina minamiz? Qanday minamiz? Mashina minamiz. Nima qilamiz endi biz do'stlarim? Qanday minamiz? Mashina minamiz. Tuyada yuramiz endi biz do'stlarim. La la lay, la la lay, la la lay, la lay lay la lay. Akatoy, yayilib o'tirmasdan 80 tugab, sekin borib mollaga qaraverasiz. Kun kelib men uchun ham 80 keladi. Qayerda benzin bor kimlar biladi. Kechgacha quymasam alam qiladi. Axir men sizlarni yaxshi bilaman. Eslab quyib oldim, benzin quyib oldim, maldab quyib oldim, epladim do'stlarim. Mazza qilib oldim, 80 quyib oldim, uyga survordim, ketvordim do'stlarim. Akalar, benzin qush yomon qiyin olib ketdi. Bu yoqqa po'pana yo'q, ketdi uyga. Tuya pechinliymiz. Akalar,